Nasıl kaprizne? Erkeklarga o'xshagan kaprizne. Erim yetadi. Bo'lmaydi. Eringiz yetadi. Bilaman, auditoriya mana живучий gul ham mendan so'rayotganinglar, mana shu yerga kelsanglar, bahor gullariga kelsanglar, sizlarga именно uyingizga qarab tanlab berishadi. Da, и полностью tushuntirib berishadi. Qo'rotganga o'xshab berib qo'ysalar turadi. Bir oydan keyin baylar to'kilishni boshlaydi. Chunki Bu joyni magazin desam, magazin emas. Naqd 40 gektardan ortiq gullar shahri desa ham bo'ladi. Yerdagi qizlar hech qachon gul qaramagan bo'lsangiz ham, sizga gullar haqida shunday qiziqarli ma'lumotlar berishadiki, siz gul ko'tarib chiqib ketganingizni bilmay qolasiz. Bahor gullaridagi servis xizmati uyingizga kelib har bir gul qayerga tushishini, qanaqa yorug'lik yaxshi ko'rishiga qarab joylab ham berishadi. Uyga kelgan gullarni to'g'ri joylashtirish juda ham muhim. yarim litrmi shunda? Yarim litr bo'lsa, 3 turisi 1,5 Har bir yiliga bahor gullariga bir marta bo'lsa ham borishingizni tavsiya etaman. Bu meni eng to'g'ri qarorim bo'ldi. Qaysi gullarni yaxshi ko'rasizlar? Uyingizda qanaqa parvarish qilasizlar? Kommentariyada yozinglar.